Sizni ko'kragingizda mastopatiya bor va siz yillab faqatgina mammologda davolanyapsizmi? Demak, siz eng katta xato qilayotgan bo'lasiz. Chunki ayolning organizmida 3 ta a'zo, bular qalqonsimon bez, ikkinchisi bachadon va tuxumdonlar va uchinchisi ko'krak bezlari bir tizimda ishlaydigan a'zolar hisoblanadi. Shuning uchun agar sizda mastopatiya bo'lsa, siz uni sababini, negizini albatta bachadondan, tuxumdonlardan va qalqonsimon bezdan topishingiz kerak bo'ladi. Sababi nima? Agar sizda ginekologik a'zolaringizda yallig'lanish, shamollash bo'ladigan bo'lsa, albatta bunda progesteron gormonini kam ishlab chiqarishning oqibatida estrogen doimiy baland bo'lib turadi. Buni oqibatida ko'kraklar ishadi, fibroz to'qimalar zichlashib ko'payib ketadi. Shuni hisobiga fibroz mastopatiyalar kelib chiqadi. Yoki aytaylik, organizmingizda qandaydir yallig'lanish, shu hisobidan qalqonsimon bezda ham, autoimmun tiroidit yallig'lanish kasalliklarida ham sitokinlar ko'p ishlab chiqadi. Buni oqibatida ko'kragimizda yumshoq to'qimalar shishi, zichlashi kuzatilishi mumkin. Shuning uchun men har doim meni qabulimga kelgan bemorlarimga har 6 oyda check-updan o'tishni tavsiya qilaman. Bular qalqonsimon bez, chanoq sohasi, ya'ni bachadon va tuxumdonlar uzizi hamda ko'krak bezlarini uzizi va ularni hamma uchalasini ham birgalikda davolayman. Ana shunda har doim biza yomon o'zgarishlarning oqibatini oldini olgan bo'lamiz, vaqtida davolagan bo'lamiz va har xil onkologik kasalliklarni oldini olgan bo'lamiz. Sizchi, siz bu haqida bilarmidingiz va mammologda davolanib, ginekologda davolanganlar ham bormi? Albatta kommentariyada yozib qoldiring.